Markus bayon qilgan xush xabar. 1-bob. Xudoning o'g'li Ayso Masih to'g'risidagi xush xabar mundaq boshlanadi. Yashaya payg'ambarning yozmasida Xudoning mo'nu so'zlari xotirlangan. Mana oldingda elchimni avatiman. U sening yo'lingni oldin ola tayyorlaydi. U bo'lsa bayovanda dilinglarni Rabbimizning kelishiga tayyor qilinglar. Uning yo'llarini tuz qilinglar deb to'g'laydigan kishidir. Darvaqa cho'mildirguchi Yahyo cho'l bayovanda paydo bo'lib, kishilarga yomon yo'llaringlardan yenib tavba qilinglar. Tavba qilganliginglarni bildirish uchun cho'mildirishni qabul qilinglar. Shunda qilganda Xudo sizlarni kechirim qiladi deb jakarladi. Kishilar Yerusalim shahridan, jumladan bütün Yahudiya o'lkasidan uning oldiga kelishib, gunohlarini iqror qilishdi va uning o'zlarini Yordan daryosida cho'mildirishni qabul qilishdi. Yahyo payg'ambar to'gi yungidan kiyim kiygan, beliga ko'n tasma bog'lagan edi. Yaydig'ini chekatki bilan yavohara hasli edi. U mundaq deb jakarlaydi. Mendin keyin texmu qudratlik bir kelidi. Men hatto engishib, uning oyog'ining yiplarini yeshishkimu loyiq emasman. Men sizlarni sug'li cho'mildirman, lekin u sizlarni muqaddas ruhga cho'mildirdi. Shu kunlarda Hazreti Ayso Galiliya o'lkasining Nosira shahridan kelib, Yahyo payg'ambar tarafidan Yordan daryosida cho'mildirildi. U sudun chiqibla osmonning yerilib, muqaddas ruhning kaptar holatida osmondan tushib, o'z ustiga qo'nayotganligini ko'rdi. Ondan arshdan Xudoning "Sen mening suyimlik o'g'lim, men sendan xursandman" degan ovozi anglandi. Muqaddas ruh Hazreti Aysoni shu an cho'l bayovonga elib keldi. U cho'lda 40 kun turib, shayton tarafidan sinaldi. U yovvoyi hayvonotlar yashaydigan yerda bo'lgan shu jarayonda farishtalar uning xizmatida bo'ldi. Yahyo payg'ambar tutqun qilingandan keyin Hazreti Ayso Galiliya o'lkasining har qaysi joylariga berib, vaqt soat yetib keldi. Xudoning podshohligi namoyon bo'lish oldida turdi. Shunga tavba qilinglar, xush xabarga ishoninglar deb Xudoning xush xabarini jakarlashga boshladi. Bir kuni Hazreti Ayso Galiliya ko'li bo'yida ketib etib, Simon bilan inisi Andarni ko'rdi. Ular beliqchi bo'lib, ko'lga tor seliyotatdi. Hazreti Ayso ularga: "Menga agishinglar. Men sizlarni beliq tutishning o'rniga menga odam tutadigan qilaman" dedi. Ular shu an beliq torlarini tashlab Hazreti Ayso bilan mangdi. Ko'l bo'yida biroz mangandan keyin Hazreti Ayso Zabaydining o'g'illari Yoqub bilan Yuhannani ko'rdi. Ular kemida torlarini o'ngshavatdi. Hazreti Ayso darhol ularni shogirdlikka chaqirdi. Ular otasi Zabaydini madkorlar bilan birga kemida qoldirib, o'zlari Hazreti Ayso bilan mangdi. Ular Kapernaum shahriga kirdi. Dam olish kuni Hazreti Ayso ibodatxonaga kirib, ta'lim berishga boshladi. Xaloyiq uning ta'limlariga hayron qolishdi. Chunki uning ta'limlari nopuzliq edi. Tavrot ustozinikiga o'xshamaydi. Ibodatxonada jin chaplashgan bir kishi bor edi. Dal shu chaqda u: "Hey Nosiralik Ayso, biz bilan koring bo'lmasin? Bizni yo'qotmoqchimisan? Men sening kimligingni bilaman. Xudo avatgan muqaddas bo'lg'uchisan" deb to'lab ketdi. Hazreti Ayso uni so'zlayotgan jinga buyruq qilib: "Og'zingni yum. Bu odamning tenidan chiq" dedi. Jin herqi odamning badanini qattiq tortishtirdi va faryod ko'targunicha uning tenidan chiqib ketdi.
Buningdan hayron bo'lgan ko'pchilik bir-biriga bu qandaq ish? Yep-yangi bir ta'lim-ku. U darvaqa jillaga buyruq qilish huquqiga ega ekan. Ularmu uning so'ziga bo'ysundi ekan, deyishdi. Buning bilan Hazreti Ayso to'g'risidagi xabarlar tezlikda butun Galiliya o'lkasiga tarqaldi. Hazreti Ayso ibodatxonadan chiqibla Simon va Andar bilan birga ularning uyiga bordi. Yaqub va Yuhannamu ular bilan birga bordi. Simonning qiynonisi qizitma ishida yotadi. Uning ahvoli Hazreti Aysoga darhol ma'lum qilindi. Hazreti Ayso bemorning qishig'iga kirib, qo'ldan tutib yo'lab, o'ri turg'izdi. Ayolning qizitmasi darhol yenib, ularni kutishga boshladi. Kashqurun kun patqanda kishilar barliq bemorlarni va jin chapashqonlarni Hazreti Aysoning oldiga elib kelishdi. Butun shahardagilar ishik oldiga to'plashgan edi. Hazreti Ayso har xil kasallarga giribdor bo'lgan nurg'un kishilarni saqaytdi. Nurg'un kishilarning tendiki jinlarni haydab, jinlarning o'zi haqida eg'iz ichishiga yo'l qo'ymadi. Chunki jinlar Hazreti Aysoning kim ekanligini bilishadi. Etsi etigen tong texi süzülmesdilla. Hazreti Ayso o'rnidan turib, shahar sirtidagi xilvat bir yerga berib, duo tilovat qildi. Simon bilan uning hamrohlari Hazreti Aysoni izlab chiqib, uni topganda, "Hammaylar sizni izlashyapti" deyishdi. Biroq Hazreti Ayso ularga, "Yaqin atrofdagi yezlog'imni bormasak bo'lmaydi. U yerdimi Xudoning so'zini yetkazishim kerak. Chunki men mushu ish bilan keldim" dedi. Shunda qilib Hazreti Ayso Galiliya o'lkasining hamma yeriga berib, ibodatxonalarda ta'lim berdi. Hamda kishilarning tendiki jinlarni haydadi. Mahov kishiligiga giribdor bo'lgan bir kishi Hazreti Aysoning oldiga kelib, tizilib turib, "Taqsir, agar xohlasangiz, meni kesimdan saqaytib pok qilg'aysiz" deb yolg'irdi. Ichi og'irgan Hazreti Ayso qo'lni uningga tekkizib turib, "Xohlayman, pok bo'g'in" dedi. U odam shu on mahov kesildan saqayib, pok qiz bo'ldi. Hazreti Ayso uningga, "Hozir bu ishni hech kimga tinma, lekin uddul markaziy ibodatxonaga berib, ruhoniyga o'zingning saqayganligini ko'rsat. Ondan buni boshqalarga isbotlash uchun Musa payg'ambarning amri bo'yicha mahov kesildan saqayganlar qilishga tegishli qurbonlikni qil" deb uni qattiq ogohlantirib yo'lga soldi. Biroq u odam chiqib, bu ishni hammaga yeyivetdi. Natijada xaloyiqning o'zining atrofiga to'planib olmasligi uchun Hazreti Ayso hech qanday shaharga oshkora bora olmay, shahar sirtidagi xilvat joylarda turishga majbur bo'ldi. Shundaqdimi, har yerdan kelgan xalq uni yanala izlab turdi.